Xiyonat qilinishdan qo'rquv. Nega ayollar ularga xiyonat qilinishdan qo'rqishadi? O'zi xiyonat haqida ozgina tushuntirib o'tsam, xiyonat bu, misol uchun siz bir insonga ishondingiz, siz unga sirlaringizni aytdingiz, siz unga o'zingizni bag'ishladingiz deylik, ya'ni emotsional yaqinlik qildingiz, jismoniy yaqinlik qildingiz yoki qanaqadir u bilan birga qurgan qandaydir munosabatlaringiz bor, lekin xiyonat bu siz kutgan, ya'ni siz bir odamdan bir narsa kutasiz-ku va unga ishonasiz, misol uchun. Va deylik, o'sha inson sizni ishonchingizni oqlolmaganda, ayol kishidami, boshqa insondami ichida hayratlanish bo'ladi. Men unga ishongandim, u meni aldab ketdi degan narsa bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling, siz turmush o'rtog'ingizni juda ham ishonasiz, turmush o'rtog'ingizga yaxshi ko'rasiz, har doim uni bir nima deydi, ideallashtirasiz, unga butun bag'ishlab hayotingizni bag'ishlaysiz. Lekin bir kun shunaqa vaziyat bo'ladi, siz uni telefonini olasiz va bir ayol bilan uni yozishmalarini ko'rib qolasiz va bu o'sha paytida ichingizda qanaqadir chuqur ishonch buzilganini ko'rasiz. Ya'ni sizda eringiz haqidagi bir idrok bor edi, bir tushuncha bor edi va bu ko'rayotgan narsangiz aslida shunday emasligini ko'rganingizda har bir ayolda qanaqadir ichida og'riq, hayratlanish, nahotki bu men bilan sodir bo'ldi, qanaqa qilib bunaqa qildi degan tushuncha paydo bo'ladi. Mana shu yerda birinchi o'rinda ayolni mana shu inson bilan bo'lgan emotsional yaqinligi, ya'ni qanaqadir ko'rinmas ipi uzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ana endi mana shu vaziyat unda sodir bo'ldi. Ayolda nima paydo bo'ladi? Bu erim bir kun meni baribir tashlab ketar ekan, bir kun menga yana mana shunaqa qilishi mumkin yoki men erimga yetarlicha yaxshi emasman yetarlicha ayol bo'la olmadim o'shaning uchun u kimnidir topdi degan tushunchalari bo'lishi mumkin yoki yana kimgadir bog'lanishdan, yana shu turmush o'rtog'iga bog'lanish uchun unda qanaqadir og'riq turadi deb bu yana qaytarilishi mumkin deb ayol kishi nafaqat jinsiy yaqinlik, balki emotsional yaqinlasha olmaydi. Uni har doim miyasida shu tajriba bor, u ko'rdi va bu narsa va yana qayta bo'lishidan qo'rqadi. Va bu narsa bilan u butun resursini yo'qotadi, ya'ni diqqati uje erim yana xiyonat qilib qo'ymasin, erim meni yana tashlab ketmasin, men yetarlicha yaxshi bo'lishim kerak deb o'zini ustida ishlashni boshlaydi yoki qanaqadir oldingi qilgan harakatlarni qilmaslikni boshlaydi yoki doim erini ayblaydi yoki har doim mana shu erini xiyonati orqali nimadirlarga erishadi, qat'iy manipulyatsiya qiladi. Ya'ni bu yerda yechim yo'q-da, bu yerda faqatgina yo o'zini ayblash, yo boshqalarni ayblash yoki ajrashishim kerak, endi bu inson bilan yasholmayman degan qarorlar ishlab yotadi. Lekin bu yerda hali ham bir inson o'zi qaror bera olmaydi, chunki mana shu vaziyat unga og'riq berdimi, uni hislarini qo'zg'atdimi, demak uni ayolni ham ishlashi kerak bo'lgan joylari mavjud. Endi bu ayolda deylik, hozirgi ssenariy qaytarildi, erkak tomonidan xiyonat. Aslida bu ayolni o'zini keraksiz his qilishi eri tomonidan yoki xiyonat his qilishi, bu bolalikdagi bu qizga nisbatan xiyonat tuyg'usi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun deylik, onasi, misol uchun meni onam deylik boshqaga turmushga chiqib ketganda va menga farzand kerak emas deb idrok etganlarida, men onamni menga munosabatini xiyonat deb o'ylaganman va o'sha yerda
Bilasizmi, nima his qilganman? Demak, men yetarlicha farzand emasman-da, men yetarlicha yaxshi bo'lolmadim-da onam uchun yoki o'g'il bola bo'lganimda balkim shunaqa qilmasdilar degan tushuncha bilan men srazi nima qilganman, onam menga xiyonat qildi, onam meni tashlab ketdi deb mana shu yerda bitta hissim fiksatsiyalanib qolgan va mana shu narsa turmush o'rtog'im tomonidan bo'lganda yana bu narsa ko'tarilgan. Va bilasizmi, men yetarlicha yaxshi emas ekanman deb doim nafaqat turmush o'rtog'imga, hammaga yaxshi bo'lishga intilganman. Hammaga o'zim bag'ishlashga harakat qilganman. Zero ular meni xuddi onam kabi tashlab ketmasligi uchun, boshqa insonni tanlab ketmasligi uchun o'zimni orzularim, maqsadlarim, vaqtim hammasidan voz kechishga tayyor bo'lganman. Lekin bilasizmi, bekorga u vaziyatlarda meni kutuvlarim amalga oshmagan va shu kutuvlarim amalga oshmagani uchun mana shu yerda o'zimni ustimda ishlashni boshlaganman. Ya'ni shu ichki bolaligimda aslida men yetarlicha bo'lmaganim uchun onam tashlab ketmadi. Onamni o'zini tanlovi bor edi. Onamni boshqaga turmushga chiqish tanlovi bor edi. Bu uni tanlovi va men uni o'zimga qaratilgan, men yetarlicha yaxshi emasman deb idrok etganim va har doim turmush o'rtog'imni tanlovlarini ham hurmat qilmasligim, har doim meni oldimda bo'lishi, har doim meni yaxshi ko'rishini aytishi, har doim meni qo'llab-quvvatlashi, har doim yonimdan ketmasligi uchun shu darajada yopishib olgan ekanmanki va mana shu og'riqlarni qayta sodir bo'laverdi. Lekin bilasizmi, men nimani tushunib qolganman? Onamni tanlovini hurmat qilishim, ya'ni onam o'zini baxtini o'ylagan, ikkinchi turmushga chiqib o'ylab qarasam-da, va buni men xato deb o'ylaganman-ku, keyin men o'zimni tanlovlarimni qilmas ekanman. Ya'ni bolalarimni tashlab, qayergadir o'zimni tanlovim uchun chet elga yoki sayohatga chiqib kelishim bu noto'g'ri deb o'ylab, men hech qachon ularni tashlab keta olmasdim. Va shuni tushunib yetdimki, shundan keyin onam, to'xta, to'g'ri tanlov qilgan-ku, men yomon bo'lganim uchun tashlab ketmagan yoki meni yaxshi ko'rmaganlari uchun tashlab ketmagan. Ular baxtli bo'lish uchun o'zlarini tanlaganlar va qayerdadir u to'g'ri bo'lgan ehtimol. Va shundan keyin men ham shu bolalar o'zim tashlab ketilgan bo'lganim uchun bolalarimni ham hech qachon tashlab ketmaslikka, bu ularga xiyonat og'rig'i botadi degan idrokda ishonsangiz faqat o'zimni bolalarimga va turmush o'rtog'imga bag'ishlash bilan o'zimni unutib qo'yganimni tushundim va qachonki men og'riqlarimni tushunib, anglab, aslida men o'ylab qolgan narsa men o'ylaganchalik emasligi, tangani ikkinchi tarafi borligini ko'rganimda o'zim erkin bo'lishni boshladim va hozir kimdir menga xiyonat qilsa, deylik, men bilan gaplashmasa, o'rtog'imni, turmush o'rtog'imni, hatto boshqasini tanlagan bo'lsa, bu meni yomonligimdan emas, ya'ni o'sha insonni, ya'ni o'zini tanlovi ekanidan qabul qilishni boshladim. Va bir inson sizga bekordan bekor xiyonat qilmaydi. Nima uchun xiyonat qiladi? Qayerdadir o'zini bo'shlig'i bo'lsa, qayerdadir o'zini to'ldira olmayotgan emotsional bo'sh qopchasi bo'lsa, xiyonat orqali, ya'ni o'zini ayolini oldida topolmagan narsani boshqa ayoldan qidirishga harakat qiladi. Bu insonda ham o'zini og'riqlari bor-da, ya'ni bu ayollar men yomon bo'lganim uchun yoki o'zi yomonligi uchun deb emas, bu o'zini og'riqlaridan tanlagan yo'li va men qancha yaxshi bo'lsam ham bu inson xiyonat qilishi mumkin edi va men qancha yomon bo'lsam ham bu inson xiyonat qilmasligi mumkin edi degan tushunchalar bilan o'sha tafakkurini o'zgartirganda ayollar har xil endi yana ham yaxshiroq bo'lishim kerak degan kurslarda emas, balkim to'xta, men qayerda shu hislarimni his qilib qoldim deb o'zini hislariga e'tibor berib, ya'ni o'zini bo'shlig'ini atrofdan emas, o'zini haqidagi tushunchalarini o'zgartirish bilan o'zini topishni inshaalloh boshlashadi.